Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, hurmatli O'zbekistondagi bog'bon akalarimiz bu maxsus. Mana biz hozir Qirg'iziston Jallobod shahriga hammom pista yetishtiradigan yerga maxsus keldik. Shu hammom pistani sir sinoatlari qanday suv ichadi, qanday sharoitlarda katta bo'ladi, shularni o'rganish maqsadida biz yetib keldik. Bu hammom pista yetishtiradigan yerimiz 35 gektardan iborat yer ekan. Har bir tupi 10 kilodan 10 kilo 15 kilo edi. Sredniy hosilga yotgan dedi. 30 yil bo'libdi. 30 yil yangi tagidan dedi chiqqan nihollar ham bor edi. Ular dedi ham ko'ringlar dedi. O'sib to'kilib tagidan chiqar ekan bu yerda. Bu suvsizlikda katta bo'lar ekan. Ana yosh nihol ekan bu, katta. Kesgandan tagidan chiqqan ekan. Ular Tayvand bu narsalar bo'lmaydi ekan Jallobod shahrida. Shu 35 gektardan iborat edi. Keldik, aylanyapmiz. Mana sir sanoatlarni o'rganamiz. Xudo xohlasa o'zimizda shu hammom pista yetishtirish maqsadida bir yetib keldik. Shu Qirg'izistonlik akalarimizdan maslahat olib, misol uchun qanday yetishtiramiz, qanday sharoitlarda bo'ladi. Jallobod shahri dedi, yuqoriga chiqsalaring ko'rinadi. Haqiqatan ko'ryapmiz. Mana maxsus keldik, ko'ryapmiz buni. Endi hozir nima deydi? Ko'klam oyi. Bizda shu ko'chatchilik bilan yetishtirish oyi. Qaysi oyda ko'chatni olib ketamiz bu yerdan, qaysi oyda qanday yerlarga ekishi maqsadida yetib keldik. 2 kun xudo xohlasa shu yerda bo'lamiz. Sir sinoatlarni o'rgansak, shu O'zbekistonda ham hammom pista yetishtirishni yo'liga qo'yamiz degan maqsadda keldik. Bizda kilosi 200 ming so'm dedi. 200 ming so'mdan dedi 150 ming so'm, 100 ming so'mlik ham bor dedi. Lekin bular deydi eksporti dedi. Chetga dedi 50 dollardan dedi eksport qilamiz dedi. Endi nimani ko'ramiz? Biz endi hosilni ko'rmayapmiz, lekin bog'ini ko'ryapmiz.